Mana gullarimiz dursiz cho'miltirib oldik. Mana peresadga qilingandan keyin so'lib qolgan bular. Bir 2 haftacha bo'ldi. 1 haftadan oshdi. Boshqa tuvakka olganimizga. Hozir parligini ko'rsataman sizlarga. Shunaqa paketmi yoki qanaqa paket topsangiz ham mana shuni xohlasangiz ichiga kirgizib tepagacha qilib qo'yasiz, xohlasangiz boshidan pastga kiygizib qo'yasiz. Faqat havo o'tadigan qilib qilasiz. Demoqchimanlik, butkul o'rab qo'yasiz, achib ketishi mumkin, ichida chirib ketishi mumkin. Hozir ko'rsataman buni ham. Mana parnikka oldik. Mana atroflaridan havo kirib turibdi mana. Endi xohlasangiz buni tepaga qaratib qilsangiz, tepasidan havo kirib turadi, faqat bitta paket qo'yib qo'yasiz tepasiga, bunda yopishga. Mana hozir buni mana shunday qilib kiydirdik mana buni. Qanaqadir oq paketlar topib kiydirib qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin iloji bo'lsa prozrachniy bo'lib ichi ko'rinib tursa yaxshi, chunki holat qanaqa o'zgarayotganini ko'rasizlar. Rezultatini ham qo'yib boraman kanalimizga inshaalloh.